Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtolider jamoasi sizlarni kirib kelgan Ramazon o'yinlarini muborak etadi. Uyingizga tinchlik, xotirjamlik va sizlar uchun bizda zo'r taklif bu Mercedes-Benz GLE 5.3 AMG avtomobilimiz 2021 38.000 km masofa bosib o'tgan. Ko'p gapirmay sizlar tez rayfga o'tamiz, ketdik. Bu avtomobilimiz haqida nima deb ayta olamiz hurmatli obunachilarimiz? Navrodlarimiz yetib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimizda Abdufabagrev sideniyalar, burmester, akustika, безопасность, xavfsizlik jihatidan hamma opsiyalari mavjud. Avtomobilimizda massaj sideniyalari ham bor. Mana bemalol nechta xil massaj tanlab olsanglar bo'ladi. Avtomobilimizda datchik sleeping zone, полностью karbonoviy element saloni. Avtomobilimizda pnevmopodveskalar bor. Bu yerda regulировка выхлопа, regulировка pnevmopodveski, жесткость Sport Plus yursanglar avtomobil upravляемости qattiqroq bo'lishi uchun жесткийroq bo'ladi va albatta komfortga qo'ysanglar avtomobilimiz komfortni передвиженияni sizlarga beradi. Hozir komfortda yurganda avtomobilimiz жесткий ham deya olmayman, AMG bo'lgani bilan. Avtomobilimizda avtoparkovka funksiyalari ko'p. Mana ostidagi bitta rejim vождениyani ko'rsatib o'tmoqchiman. Scent, Trail, скользкий, Individual, Comfort, Sport Plus. Bu Amerikanka bo'lganiga yana дополнительный ko'ryapsizlar, скользкий degan funksiyalari qo'shilgan va hammaga qiziq. Bemalol o'zingizlar ko'rib olasizlar, tak avtomobilni ovozi bilan yurishini ko'ryapsizlar. Albatta bu yerda tormozlari ham AMG. Ko'ryapsizlar, безопасность qanaqa qarayapti, mashina bu yerda rad to'la. Tormozga bos deyapti, krayak o'zim to'xtataman, shu laboviga burnimni yopishtirib qo'yaman deyapti. Albatta hazil hurmatli obunachilarimiz, bu mashinada remень taqib yurmasa, aynan shunaqa laboviga yopishib qolishingiz ehtimoli juda yuqori. Nima deymiz? Avtomobilga gap yo'q. Sport Plusda yurishga ham odam ham rohatlanib yuradi. Hamma ko'rayotgan, niyat qilayotganlar ro'za Ramazonda inshaalloh deb iftordan oldin mana shu akalar mashina olish nasib qilsin deb niyat qilinglar, like bosinglar. Allohga oson albatta beraman desa. Xudo bo'lsa, уже hamma yog'inglar sizlarni bo'lib ketgan, bunaqa mashinalar garajinglar to'la. Qolganlarga eslatib o'tamiz, bu avtomobil наличие, zakaz, hammalarni avtolizerda kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.